Assalomu alaykum. Akalar ukalar, mana qo'y boqishni boshladik. Hozircha aylantirib turibmiz qo'ylarni. Mana 10 bosh qo'y oldik. Bu yil boqamiz, xudo xohlasa natijasini sizlarga aytamiz. Balchalar ham, barichilar ham yaxshi. Bu yilgi xudo xohlasa natijasini sizlarga ko'rsatib, yoritib borishga harakat qilamiz. Bu yerda 5 bosh ona qo'y, 5 ta balasi. 3 tasi erkak, 2 tasi irg'och. Yeyishlari yaxshi. Bu 2026-yil xudo xohlasa rezultatini aytib boramiz. Qanday bo'libdi, foyda qanday, ziyon qanday, nech pul oldik, nech pul sotdik, hammasini yoritib borishga harakat qilamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, mehmon bo'ling, obuna bo'ling, like bosing. Marhamat, birinchi qism. Juda chiqarib barra vardim. Yine poydosing. Alaflı. Yemi. Adamın 2026. Gusfanam poydosing. Yine poyda zararşı. Yine şamuşum bitim. Kulağa. Adamın tık çıkar barra. Poydam da. Dün boşum da. Ne kapoş. Arka tomondan. Barela siyemiz. 2 mahal yemeği yaptı. İlk mahal arpa yaptı bana. Cav kurtos mu? Du mahal cav kurtos.